Siz uyingizni sifatli travertin qiljakmisiz? Aynan sizlarga Fayz Dekorni tavsiya qilaman. Sababi bizda sifatli travertin xizmatlari hamda penoplast karniz xizmatlari mavjud. Bu obyektimizni Samarqandlik Munis ustamiz bitkazib bergan. Ishini o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Munis beka, option necha kvadrat endi berag'i? Bir 320 kvadrat chiqqan bu obyektimiz. Kartamera fasonda qilib berganmiz. Hozirgi kunda trenddagi fason. Shunday, hozirgi kundagi trenddagi fason. Bu adashmasam 2 sloy bu, ha? 2 sloy bo'lgan, taki ham travertin, usti ham travertin bo'lgan bu. Keyin buni polirovka ham qilasizlar. Polirovka qilinadi обязательно. Bu yuzidan suv ishimishi nechik buni? Yo'q, bunga 2 sloy jemjug ham qilamiz, suv olmaydi o'ziga. Ha, lakam qilingan. Shunday lakam qilingan. Narxlari necha so'mdan bo'lib turibdi o'zi hozirgi kunda? 8 dollardan 12 dollargacha. Mahsulot ichida bo'ladi. Mahsuloti ichida. Devor tayyor bo'lsa bo'ldi. Devor tayyor bo'lsa bo'ldi. Nelarcha barib xizmat ko'rsatasiz xudo xohlasa? 12 ta viloyatga, Tojikiston, Qirg'izistonga ham chiqamiz. Guruh bor o'zingizda. Shogirdlar bor. Aha. Bemalol barib xizmat ko'rsatasiz. Shunday. 320 kvadratni necha kunda bitirgansiz? Bu yerda 12 kunda bitirganmiz. 12 kunda bitirgansiz. Devorlaringiz tayyor bo'lsa, shuni chiroyli qilib xizmatlarga ko'rsatib beradilar. Devor tayyor bo'lsa 8 dollardan boshlanadi to 12 dollargacha fasonga qarab, guliga qarab uylaringizni chiroyli travertinlar qilib beradilar. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.